Ushbu video ko'rsatuv 2021-yilning 11-aprelida mening YouTube'dagi kanalimda tashqi qarz va oltinlar xalqniki emas, Alloqulov, Ulug'bek Ashur Sanjar bu masalalarda xalqni aldashmoqda degan sarlavha asosida e'lon qilingan video ko'rsatuvimning uni yangi tahriri asosida biroz to'ldirilib tayyorlangan 3 ta qismidan ikkinchisidir. Assalomu alaykum. Men iqtisod fanlari doktori akademik Rustamjon Abdullayevman. O'zimning O'zbekiston sotsializmdan kapitalizmga o'tmoqda, uning tashqi qarzi va boyliklari xalqniki emas degan video ko'rsatuvimda va maqolalarimda bu hamda boshqa masalalarda men makroiqtisod sohasining mutaxassisi sifatida aytgan fikrlarimdan bexabar bo'lgan, O'zbekistonga salbiy munosabatdan boshqa hech qanday munosabatda bo'lishni bilmaydigan, makroiqtisod sohasida mutlaqo savodsiz, uni ustiga biz O'zbekistonda sotsializmdan kapitalizmga o'tayotganligimizni bilmaydigan negativ bloger Sanjarxo'ja o'zining boyligimiz kimning qo'lida degan ahmoqona video ko'rsatuvida qiyosan aytganda allaqachon ochilgan Amerikani YouTube'dagi o'ziga o'xshagan makroiqtisod sohasida mutlaqo savodsiz va mening bu masalalarga bag'ishlangan maqolalarim va video ko'rsatuvlarimdan bexabar bo'lgan tomoshabinlar uchun o'zicha yangitdan ochib, O'zbekiston aholisining yashash darajasi pastligini yangitdan isbotlab berish maqsadida Liviya, Iroq, Qozog'iston va 3 ta Pribaltika respublikalarining har biridagi jahon tajribasiga asoslangan holda aniqlanadigan aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot, qisqacha YAIM degan makroiqtisodiy ko'rsatkichdan emas, balki Jahon banki tomonidan boshqa maqsadlarda ishlatiladigan yalpi milliy daromad, qisqacha YAIMD degan makroiqtisodiy ko'rsatkichdan foydalangan. Shuning uchun ham men mushtariylarga oldin bu yalpi milliy daromad degan ko'rsatkich o'zi qanday makroiqtisodiy ko'rsatkich, yashash darajasini aniqlab olishga xizmat qiladigan dunyo reytinglari, undan boshqa yalpi ichki mahsulot degan makroiqtisodiy ko'rsatkichdan foydalanishini va shuning uchun ham Jahon banki yalpi milliy daromad degan makroiqtisodiy ko'rsatkichdan aholining yashash darajasini aniqlash uchun emas, balki boshqa masalalarni hal qilish uchun foydalanishi haqida qisqacha tushuncha berishni maqsadga muvofiq deb topdim. Chunki Sanjarxo'jadek makroiqtisod sohasida mutlaqo savodsiz bo'lgan Mahmadonidan farqli o'laroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Xalqaro valyuta jamg'armasi yoki MVF va Jahon bankining mutaxassislari 200 dan ziyod mamlakatlarda, shu jumladan O'zbekistonda istiqomat qiladigan xalqlarning yashash darajasini aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad degan makroiqtisodiy ko'rsatkich asosida emas, balki yalpi ichki mahsulot degan makroiqtisodiy ko'rsatkich asosida aniqlashadiki, shuning uchun ham barcha jahon reytinglari aynan shu ko'rsatkich asosida tuzilgan. Eng asosiysi esa Jahon banki o'zining ta'sischilari safiga kirgan 190 dan ziyod mamlakatlar va hududlarga, shu jumladan O'zbekistonga kredit, ya'ni qarz berish hamda moddiy yordam ko'rsatish asoslimi yoki yo'qmi degan savolga javob berish uchun har yili bu mamlakatlar aholisining makroiqtisod sohasida savodsiz Sanjarxo'ja aytganidek kishi boshiga emas, balki jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad ko'rsatkichlari hisob kitobini qilib boradiki, bu bankning Atlas degan uslubiga yoki
metodologiyasiga asosan barcha mamlakatlar va hududlar 2013-yildan beri 4 toifaga bo'linadi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad bo'yicha bu 4 toifalarning chegaralari masalan 2021-yil uchun ham 2020-yilda bo'lgani kabi quyidagi nomlar va raqamlar bilan ifodalangan. Ularga ko'ra, birinchi toifaga aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad (YMD) yuqori darajada bo'lgan, ya'ni jon boshiga 12.536 AQSh dollariga va undan yuqori bo'lganligi sababli bitta odam uchun belgilangan kambag'allik chegarasi pulning sotib olish qobiliyatining pariteti, ya'ni rus tilida paritet покупательной способности yoki qisqacha PPS bo'yicha kuniga 21.7 AQSh dollariga teng bo'lgan mamlakatlar kiradi. Ikkinchi toifaga aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad o'rta darajadan yuqori bo'lgan, ya'ni jon boshiga 4045 AQSh dollaridan 12535 AQSh dollarigacha bo'lib, bitta odam uchun belgilangan kambag'allik chegarasi esa pulning sotib olish qobiliyatining pariteti bo'yicha kuniga 5.5 AQSh dollariga teng bo'lgan mamlakatlar kiradi. Uchinchi toifaga aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad o'rta darajadan past bo'lgan, ya'ni jon boshiga 1036 AQSh dollaridan 4045 AQSh dollarigacha bo'lib, bitta odam uchun belgilangan kambag'allik chegarasi esa pulning sotib olish qobiliyatining pariteti bo'yicha kuniga 3.2 AQSh dollariga teng bo'lgan mamlakatlar kiradi. To'rtinchi toifaga esa aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad past darajada bo'lgan, ya'ni jon boshiga 1036 AQSh dollar va undan past bo'lib, bu mamlakatlarda bitta odam uchun belgilangan kambag'allik chegarasi pulning sotib olish qobiliyatining pariteti bo'yicha kuniga 1.9 AQSh dollariga teng bo'lgan mamlakatlar kiradi. Jahon bankining 2019-yili O'zbekistonning yalpi milliy daromadi uning aholisi jon boshiga qanchadan to'g'ri kelishini aniqlab, uni yaxlitlagach 1800 AQSh dollariga ekvivalent qilib belgilagan. Shuning uchun ham bu bank O'zbekistonni aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad o'rta darajadan past bo'lib, ya'ni 1036 AQSh dollaridan 4045 AQSh dollarigacha, kambag'allik chegarasi esa 3.2 AQSh dollariga teng bo'lgan 3-toifadagi mamlakatlar qatoriga kiritgan. Demak, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad degan iqtisodiy ko'rsatkich Jahon banki tomonidan Sanjar Xo'ja sanab o'tgan va yana boshqa 194 tadan ziyod mamlakat va hududlarning har biridagi aholining yashash darajasi yuqori yoki pastligini belgilovchi jahon reytingini tuzish uchun emas, balki Jahon bankining ta'sischilari bo'lgan mamlakatlar bu makroiqtisodiy ko'rsatkich bo'yicha 4 ta toifadan qaysi biriga kirishi va ulardagi bitta odam uchun belgilangan kambag'allik chegarasi necha dollarligini aniqlash uchun ishlatar ekan. Lekin bulardan makroiqtisod masalalarida mutlaqo savodsiz bo'lgan Mahmadona Sanjar Xo'janing mutlaqo xabari yo'q. Shuning uchun ham u o'zining boyligimiz kimning qo'lida degan ahmoqona video ko'rsatuvida bu to'g'rida lom-mim demagan. Bu masalan nafaqat iqtisodchi bo'lmagan Sanjar Xo'ja va Ulug'bek Ashur, hattoki iqtisod fanlari doktori, professor degan ilmiy daraja va unvonga ega Xidirnazar Alloqulov ham bilmaydi. Shuning uchun ham u
Jahongir Muhammadning YouTube'dagi kanalida Xidirnazar Alloqulov 2021-yilda Mirziyoyev nomzodiga aslo yo'l berib bo'lmaydi, nega degan sarlavha ostida e'lon qilingan o'zining jurnalist Baxtiyor Karim bilan bo'lgan video suhbatida uning domla kambag'allikning qabul qilingan mezonlari bormi, o'lchamlari qanaqa degan savoliga Xidirnazar Alloqulov bu video ko'rsatuvining 11-minuti 27-sekundidan 13-minuti 51-sekundigacha mutlaqo xato bo'lgan, o'zining iqtisod fanlari doktori va professor degan ilmiy darajasi va unvoniga isnod keltiruvchi quyidagi ahmoqona javob bergan. Domla, endi kambag'allik umumiy mezoni va chegarasi belgilanganmi? Jahonda kambag'allikning umumiy insoniy chegarasi belgilangan. Bu chegarani vaqti bilan Jahon banki e'lon qilib boradi. Chunki bir tomondan ehtiyojlar yuksalib borsa, boshqa tomondan narx-navo o'zgarishi oqibatida pul, hatto dollar ham qadrsizlanib boradi. Dunyo bo'yicha yaratilgan jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy mahsulot 2019-yilda 13.000 dollar atrofida bo'ldi. Shu o'rtacha darajadan pastda turuvchi mamlakatlarni ikki guruhga bo'linadi. Bular bu o'rtachadan pastda turuvchi mamlakatlar, kambag'al mamlakatlar hisoblanadi, lekin ularning o'zi ham ikki guruhga ajratiladi. 4080 jon boshiga 4086 dollardan to 12615 dollarga qadar bo'lgan jon boshiga hisoblaganda mamlakatlarda uchun kambag'allik chegarasi qilib 5,5 dollar belgilangan. Shu 5 kunlik iste'mol, kishining kunlik iste'moli 5,5 dollardan kam bo'lsa kambag'al hisoblanadi. Ikkinchi guruhdagi mamlakatlar o'ta kambag'allar hisoblanadi. Bu jon boshiga yaratilgan yalpi milliy mahsulot 1000 dollardan to 4085 dollarga qadar bo'lgan mamlakatlarni qamrab olgan bu guruhdagi. Bu guruh. Bu mamlakatlar uchun kishining kunlik iste'moli 3 dollari 20 sentdan kam bo'lsa kambag'al hisoblanadi. Kambag'allikning eng qo'yi chegarasi ham belgilab qo'yilgan. Bu kishining kunlik iste'moli 2,5 dollardan kam bo'lmaydi. Uning ustiga YouTube'dagi salbiy blogerlardan biri bo'lgan Sanjar Xo'ja o'z video ko'rsatuvining 54-sekundidan 1-minutining 7-sekundigacha deputatlarimiz o'sha biz ishlab saylagan, biz ishongan holatda ularga vakolat bergan, biz ularning soliq va jarimalar orqali maoshlarini to'lab turgan deputat, senatorlarimiz degan ahmoqona fikr bildirgan. Chunki xalq deputatlar va senatorlarning maoshlarini soliq va jarimalarimiz hisobiga to'lab turmaydi. Ularga maosh uchun davlat byudjetidan mablag' ajratilsa, jarimalar fuqarolarimizdan ular qonun qoidalarini buzganliklari uchun jazo sifatida tayinlangan va undirib olingan majburiy to'lovlardir. Video ko'rsatuvining 1-minuti 47-sekundidan 3-minuti 14-sekundigacha Mahmadona Sanjar Xo'ja. Bilasizmi, yana qanaqa noto'g'ri tushunchalarimiz bor. Masalan, shukr qilish kerak, Liviyani qara, Iroqni qara,
fitna qilma, sabr qil degan gaplar bor. Eng kulgili tarafi shundaki, biz dunyoni qaramagan holatda, internetga kirib tekshirmagan holatimizda Liviyani qara, Iroqni qara deymiz. O'zbekistonni kishi boshi yalpi milliy daromadi $1741. Liviyaniki bo'lsa $7684. Iroqniki bo'lsa $5955. Iroq bizdan iqtisodi 3 barobar kuchli. Liviyaniki 4 barobar kuchli. Aholi turmush sharoiti yashashi bizdan 3-4 barobar kuchli bo'lgan holatda biz faqatgina o'zimiz aldab yuramiz. Shu quduqqa tushib olganda dunyodan bexabar holatda dunyo bizga havas qiladi deb yuramiz. Qozog'istonni kishi boshi yalpi milliy daromadi $9731. Biz o'zimiz aldab yuraveramiz. Dunyo bizga havas qiladi deb turib, xalqimiz, yoshlarimiz, qo'shnimiz, siz va bizning akalarimiz, ukalarimiz Qozog'istonga qora ishchi bo'lib ketadi. Biz endi yaqindagina mustaqil bo'ldik. 30 yil bo'ldi endi mustaqil bo'lganimizga. O'shaning uchun hali vaqt bor, zo'r bo'lib ketamiz deyishingiz mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lgan vaqtida Estoniya, Latviya, Litva mustaqil bo'lgan edi. Estoniyani kishi boshi yalpi milliy daromadi $23066. Latviyaniki $19456. Litvaniki bo'lsa $17836. Ya'ni bularni sharoiti, imkoniyati, aholini yashash turmush tarzi bizani xalqimizning iqtisodiy turmush tarzidan 10 barobar kuchli. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston bilan birga mustaqil bo'lgan bu davlatlar nima sababdan 30 yil ichida O'zbekistondan 10 barobar rivojlanib ketdi? degan fikrlarini bayon qilgan holda bu davlatlar nima sababdan 30 yil ichida O'zbekistondan 10 barobar rivojlanib ketdi degan savol berib, bu savolga uning o'zi ahmoqona javoblarni bergan. Shuning uchun ham agar biz Sanjar Xo'janing boyligimiz kimning qo'lida degan video ko'rsatuvining 8-minuti 57-sekundidan 9-minuti 23-sekundigacha O'zbekistonning tashqi qarzi to'g'risida jami qarzlarimiz qancha desiz? Bu 1-oktyabr ko'rsatkichlari bo'yicha 30 milliardga yaqin. Undan keyin $500 million olindi, Yaponiyadan olindi, yana boshqa joylardan olindi. Bugungi kunda $31 milliard oshdi. Qani shuncha pul? Shu vaqtgacha $31 milliard ortiqroq mablag' olingan bo'lsa qarzga va u mablag'lar O'zbekistonni rivojlantirish uchun ichki bozorga yo'naltirilgan bo'lsa, turli xil sohalarga yo'naltirilgan bo'lsa, agar to'g'ri yo'naltirilgan bo'lsa, bu mablag'lar so'mga aylantiriladi, milliy valyutaga aylantiriladi. Katta miqdordagi mablag'lar milliy valyutaga aylantirilsa, nima sababdan milliy valyutamiz dollarga nisbatan qiymati 9000 so'm, 8000 so'mga nima uchun tushib ketmadi? degan va boshqa sasitalarni sotganligini va ahmoqona savol berganligini inobatga olib, u aytgan mamlakatlarning tashqi qarzlarini AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi yoki CRU manbasiga asoslanib Wikipedia va boshqa manbalarda e'lon qilingan ma'lumotlar asosida tomoshabinlarga namoyish ko'rilayotgan masalalar bo'yicha ba'zi mamlakatlarning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari degan jadvalga solib, ular aholisining soni va jon boshiga to'g'ri keladigan tashqi qarzlari qanchaligini ular o'rtasidagi o'zaro solishtirish asosida tahlil qilsa, aholisining soni 34,808,250 nafarga teng bo'lgan O'zbekistonning tashqi qarzi $33,326,800,000 teng bo'lib, jon boshiga yaxtillab olganda $957 to'g'ri kelishi. Aholisining soni bor yo'g'i 1,328,360 nafarga teng bo'lgan Estoniyaning tashqi qarzi esa $20,944,000,000 teng bo'lib, jon boshiga $18,025 to'g'ri kelganligi uchun bu ko'rsatkich O'zbekistonning aynan shunday ko'rsatkichdan 18,8 marta katta ekanligini, aholisining soni bor yo'g'i 1,790,472 nafarga teng bo'lgan Litvaning tashqi qarzi $37,859,000,000 teng bo'lib, jon boshiga $13,567 dan
to'g'ri kelganligi uchun bu ko'rsatkich O'zbekistonning aynan shunday ko'rsatkichdan 14,2 marta katta ekanligini, aholisining soni 1,908,100 nafarga teng bo'lgan Latviyaning tashqi qarzi 40 milliard 164 million dollarga teng bo'lib, jon boshiga 21,049 dollardan to'g'ri kelganligi uchun bu ko'rsatkich O'zbekistonning aynan shunday ko'rsatkichidan 22 marta katta ekanligini, aholisining soni 19,11,120 nafarga teng bo'lgan Qozog'istonning tashqi qarzi 159 milliard 351 million dollarga teng bo'lib, jon boshiga 8,382 dollardan to'g'ri kelganligi uchun bu ko'rsatkich O'zbekistonning aynan shunday ko'rsatkichidan 8,8 marta katta ekanligini, aholisining soni 39,310,000 nafarga teng bo'lgan va rangli inqilob natijasida hozirgacha azob chekayotgan 2021 yilning 3-apreli holatiga esa yangi hukumat rahbariga qarshi ko'cha namoyishlari tinchimayotgan 1932 yilning 3-oktyabrda, ya'ni O'zbekistondan 59 yil oldin Buyuk Britaniyadan ajralib chiqib davlat mustaqilligiga erishgan Iroqning tashqi qarzi 73 milliard 23 million dollarga teng bo'lib, bu jon boshiga 1,858 dollardan to'g'ri kelganligi uchun bu ko'rsatkich O'zbekistonning aynan shunday ko'rsatkichidan 1,9 marta katta ekanligini, aholisining soni 6,777,000 nafarga teng bo'lgan va rangli inqilob natijasida davlat rahbari Muammar Kaddafi o'ldirilgan. Parchalanishga yuz tutib bu holat fuqarolar urushiga olib kelgan. Lekin 2021 yilning 16 martida yangi hukumat tuzilib, endi tinchlanayotgan va O'zbekistondan 40 yil oldin, ya'ni 1951 yil 24 dekabrda Buyuk Britaniyadan va Fransiyadan ajralib chiqib davlat mustaqilligiga erishgan Liviyaning tashqi qarzi unga yetarli ishonch yo'qligi sababli faqatgina 3 milliard 20 million dollarga teng bo'lib, jon boshiga 446 dollardan to'g'ri kelganligi uchun bu ko'rsatkich O'zbekistonning aynan shunday ko'rsatkichidan 2 marta kichik ekanligini bilishimiz mumkin. O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi va uning tarkibiga kiradigan bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lganliklari uchun ichki bozordagi almashtirish kurslari va narx-navoga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadigan eksport va import to'g'risida hamda ularning 2020 yilgi hajmlari to'g'risida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan makroiqtisod sohasida mutlaqo savodsiz bo'lgan Sanjar Xo'ja, boyligimiz kimning qo'lida degan video ko'rsatuvining 9-minuti 23-sekundidan 10-minuti 16-sekundigacha quyidagi bema'ni fikr va ahmoqona savolni o'rtaga tashlaydi. Shu vaqtgacha 31 milliard dollardan ortiqroq mablag' olingan bo'lsa qarzga va u mablag'lar O'zbekistonni rivojlantirish uchun ichki bozorga yo'naltirilgan bo'lsa, turli xil sohalarga yo'naltirilgan bo'lsa, agar to'g'ri yo'naltirilgan bo'lsa, bu mablag'lar so'mga aylantiriladi, milliy valyutaga aylantiriladi. Katta miqdordagi mablag'lar milliy valyutaga aylantirilsa, nima sababdan milliy valyutamiz dollarga nisbatan qiymati 9,000 so'm, 8,000 so'mga nima uchun tushib ketmadi? Shuning uchun ham agar biz O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ochiq ma'lumotlari ichida mavjud bo'lgan tashqi iqtisodiy faoliyat degan bo'limdagi O'zbekiston Respublikasining tashqi savdosi hamda eksport va importning tarkibi deb atalgan fayllarni ko'chirib olib, ularni ochgan holda o'rganib va tahlil qilib ko'rsak, birinchidan O'zbekistonning tashqi savdosi 2016 yildan boshlab har yili importning hajmi eksportning hajmidan ko'p bo'lganligini, ikkinchidan koronavirus
pandemiyasi tufayli 2020 yilga eksport va importning hajmi ularning 2019 yildagi hajmlaridan mos ravishda 13,4 va 12,8% ga kamayganligini, uchinchidan esa 2020 yili 15 milliard 127 million 700 ming dollarga teng bo'lgan eksport 21 milliard 171 million 500 ming dollarga teng bo'lgan importdan 28,5% ga oz bo'lganligi uchun ham dollarning qadri bu sohada mutlaqo savodsiz bo'lgan Sanjar Xo'ja aytganidek 9 ming so'mdan 8 ming so'mga tushib qolmagan. Chunki import eksportdan katta bo'lgan barcha holatlarda dollarning almashtirish kursi ko'tarilishi bu makroiqtisodiy qoida yo hattoki qonuniyat deyish mumkinki, makroiqtisod fani va amaliyoti bo'yicha savodsiz Sanjar Xo'jaga bunday makroiqtisodiy qonuniyat borligi mutlaqo noma'lum. Video ko'rsatuvining 18-minuti 40-sekundidan 20-minuti 6-sekundigacha Sanjar Xo'ja quyidagi fikr va savollarni o'rtaga tashlar ekan. O'zbekiston eksport qilgan bo'lsa, eksportlarini katta qismi oltin tashkil qilgan. Shuncha oltinning puli qani? Masalan, O'zbekiston iyul oyining o'zida dunyodagi oltin sotish bo'yicha yetakchi davlatlardan biriga aylangan edi. Lekin bu yetakchi davlatlarga aylanishi o'zi, ya'ni o'shalardan biri bo'lishi o'zi qanoatlantirmadi. Avgust oyida rekord darajada oltin sotildi. Uni puli qani? O'zbekiston 9 oy davomida, ya'ni 2020-yil yanvardan sentyabrgacha bo'lgan vaqt orasida 5 milliard 800 million dollarlik oltin sotildi. Shuncha pul qani? Oktyabr oyida berilgan ma'lumot bo'yicha O'zbekiston ketma-ket 3 oy davomida dunyodagi eng ko'p oltin sotgan birinchi raqamli davlat edi. Shuncha sotilgan oltinlarning puli qani? Xalqimiz sodda va bolalarcha beg'uborki, doim hukumatga nisbatan va amaldorlarga nisbatan super giper yaxshi gumonda. O'sha yaxshi gumonli insonlar aytishi mumkin. Bu sotilgan oltinlarni hammasini puli oltin va valyuta zaxiramiz bor, qora kunga yig'iladigan. O'sha yerga joylandi deyiladigan bo'lsa, O'zbekiston oltin valyuta zaxiralari ketma-ket 4 oy borgan sari kamayib ketdi. Ketma-ket 4 oy. Bu ma'lumot dekabrda berilgan. U Qalampir.uz saytidagi O'zbekiston oltin valyuta zaxiralari ketma-ket 4-oy kamaydi degan maqolada aytilgan quyidagi matnni namoyish qilinayotgan gaplarni vijdonsizlarcha tomoshabinlardan yashirgan. Bu video ko'rsatuvining 20-minuti 6-sekundidan 20-minuti 32-sekundigacha esa Sanjar Xo'ja yaqinda 16 fevralda berilgan ma'lumot bo'yicha bo'lsa, O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi yana kamaydi. 4 marta kamaydi, ketma-ket kamayib ketdi. Yana 16 fevralda berilgan ma'lumot bo'yicha yana kamaydi. Yana o'sha savolni beraman. Oltin valyuta zaxirasidagi oltinlarimiz, pullarimizning puli qani? Qayerga sarflandi va shuncha sotilgan oltinlarimizning puli qani? degan ahmoqona savolni berib, vijdonsiz odamligi uchun Gazeta.uz saytidagi O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari yana kamayishni boshladi degan maqolada yozilgan quyidagi gaplarni tomoshabinlardan yashirgan. Video ko'rsatuvining 20-minuti 31-sekundidan 20-minuti 48-sekundigacha Sanjar Xo'ja Qalampir.uz saytida 2021-yilning 8-martida e'lon qilingan O'zbekistondagi Muruntov koni oltin qazib olish bo'yicha dunyoda birinchi bo'ldi degan maqolaga asoslanib shuncha deb urg'u berishimiz sababi O'zbekistondagi Muruntov koni oltin qazib olish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda. Ya'ni dunyoda eng ko'p oltin qazib olinadigan kon O'zbekistonda degan gaplarni aytib, ahmoqona savolni o'rtaga tashlar ekan. Video ko'rsatuvining 20-minuti 48-sekundidan
21-minuti 12-sekundigacha Qalampir.uz saytida 2021-yilning 22-fevralda e'lon qilingan kamyob voqelik. O'zbekiston 5 oydan beri oltin eksport qilmayapti degan maqolaga asoslanib, mana endi sizga qiziq ma'lumotni aytaman. O'zbekiston 2020-yilda ketma-ket oltin sotgan holatda dunyoda rekord o'rnatdi. Ketma-ket rekord natijalarga erishdi. Lekin oxirgi 5 oy davomida oltin eksport qilmayapti. Oltinni chet elga, xorijga sotmayapti. Shuncha oltinlarimiz qazib olinyaptimi? Olinyapti. Shuncha oltinlarimiz qani? degan ahmoqona savolni o'rtaga tashlar ekan. Bu masalada kumush mahsulotlari ishlab chiqaradigan qandaydir korxona to'g'risida bema'ni taxminlarni ilgari surib, birinchidan O'zbekiston 5 oy davomida oltinni eksport qilmay qo'yganligining sababi uning narxi 2020-yilning noyabridan boshlab 15% kamaygani ekanligini, ikkinchidan esa Muruntov koni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ta'sischisi bo'lgan Navoiy tog' metallurgiya kombinati degan davlat unitar korxonasining balansida turishini va shuning uchun ham bu konda 2020-yilda qazib olingan barcha oltinlar mana shu davlat korxonasining balansida turishini mutlaqo bilmasligini yaqqol namoyish qilgan. Uning ustiga esa bu makroiqtisod sohasida mutlaqo savodsiz bo'lgan Mahmadona Sanjarxo'ja, men 2021-yilning 20-iyulida o'zim rahbari bo'lgan Fundamental iqtisod ilmiy-amaliy jurnalda amalparast Xidirnazar Allaqulov nega xalqimizni aldayapti degan sarlavha ostida e'lon qilingan maqolamda va shu maqola asosida o'zim tayyorlagan va aynan shunday nom bilan 2020-yilning 4-noyabrida YouTube'dagi kanalimda e'lon qilingan video ko'rsatuvimning oxirgi 3-qismida Xidirnazar Allaqulov 29-30 yil ichida taxminan 2500 tonna oltin qazib olinganligi va bu oltin qayerga ketganligi noma'lumligi haqidagi fikri yolg'onligini isbotlab berish uchun mushtariylarda xo'sh, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyingi 29-30 yil ichida qazib olingan 2500 tonna oltin qayerga ketdi degan savol tug'ilishi tabiiy bir hol bo'ladi der ekanman. Birinchidan bu savolga O'zbekiston 24 telekanalining YouTube'da ham shu yilning 26-fevralida e'lon qilingan Navoiy kon metallurgiya kombinati zamonaviy kompaniyaga aylantiriladi degan ko'rsatuv aniq javob bergan. Bu ko'rsatuvda aytilishi va ko'rsatilishicha kombinatning bugungi kundagi 3,7 ming tonna oltin zaxirasi xalqaro standartlar asosida baholanib, korxona balansida aks ettirilishi zarurligi belgilandi deyiladi. Demak, bu ma'lumotni e'tiborga olib, Navoiy kon metallurgiya kombinatidagi 3700 tonna oltin natsionalizatsiya qilish orqali davlat zaxirasiga olindi va 2020-yilning 12-fevraldagi Markaziy bank statistika ma'lumotiga ko'ra, oltinning davlat rasmiy zaxirasi 328 tonna va shu kunga 8 tonna oltinning xalqaro narxi 57 million 889 ming 991 AQSh dollariga ekvivalentligini e'tiborga olsak, bu oltin zaxirasining qiymati 233 milliard 203 million 867 ming 649 AQSh dollariga ekvivalent ekanligini bilish mumkin. Demak, O'zbekistonning oltin zaxiralari hozirgi kunda 4028 tonnani tashkil qilganligi uchun u dunyoda oltin zaxiralari bo'yicha hisobotlar asosida tuzilgan jahon reytingida AQShdan keyin
3363 tonna oltin zaxirasiga ega bo'lgan Germaniya emas, balki O'zbekiston turish kerak ekan degan xulosa chiqarishga asos bo'la oladi deb, lekin bularni Xidirnazar Alloqulov mutlaqo bilmasligi uchun YouTube'ning Ko'zgu degan kanali tomoshabinlarni aldamoqchi va laqillatmoqchi bo'lgan deb javob bergan ekanligimni ham bilmaydi. Video ko'rsatuvining 7-minuti 38 sekundidan 7-minuti 56 sekundigacha Kun.uz saytida 2021-yilning 5-martida e'lon qilingan O'zbekistonda kambag'al aholining 40% 100 ming so'mlik kutilmagan xarajatlarni ko'tara olmaydi. Jahon banki degan maqolaga asosan hattoki arifmetikani ham bilmasligini ko'rsatgan Mahmadona Sanjarxo'ja xalqimizning 5 millioni qashshoqlikda va Jahon banki bergan ma'lumot bo'yicha qashshoqlikda, kambag'allikda yashayotgan aholini, ya'ni 5 million aholi qashshoqlikda bo'ladigan bo'lsa, 40%, ya'ni 2 millioni 100 ming so'mlik kutilmagan xarajatlarga tayyor der ekan. Lekin u bu ko'rsatgan havola bo'yicha bu masalada normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida 2021-yilning 3-martida e'lon qilingan hukumatning 2021-2030-yillarda kambag'allikni qisqartirish strategiyasi degan hujjati loyihasining matnida quyidagi so'zlar yozilganligini vijdonsizlarcha yashirgan. Chunki O'zbekistonning taxminan 34 millionga teng aholisining 7,4% 5 million nafarga teng emas, balki bundan 2 marta kam. Ya'ni ulardan faqatgina 2,5 million atrofidagi kambag'al qismi Jahon bankining ma'lumotiga ko'ra 2020-yilgi pandemiya natijasida 8,7 dan 10% gacha, ya'ni taxminan 2 million 96 mingdan 3 million 400 minggacha ko'payib, yoki o'rtacha 3 million 18 ming nafarni tashkil qiladiki, xuddi shu songa teng kambag'al bo'lgan aholining 40%, ya'ni Sanjarxo'ja aytganidek 2 million emas, balki 1 million 2 mingga yaqin aholi 100 ming so'm yoki $9.8 miqdoridagi kutilmagan xarajatlarni ko'tara olmasligini ma'lum qilgan deyiladi yuqoridagi hukumat hujjatining loyihasida. Uni ustiga bu makroiqtisodiy masalalarda savodsiz Sanjarxo'ja xato bo'lsa ham 5 million kambag'al deyish o'rniga 5 million qashshoq deyish bilan Xidirnazar Alloqulovdan bu sonni qarayib 5 barobar oz ko'rsatgan bo'lsa ham, xalqimizning juda katta qismini shu so'z bilan atab ularni haqorat qilgan. Chunki makroiqtisod sohasidagi ta'riflarga juda yaqin bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli qarori va Jahon banki tomonidan qashshoq degan atamaga, qashshoq degani bu kuniga $1.9 dan kam daromad oladigan o'ta kambag'al odamlardir degan ta'rif berilgan bo'lsa, o'zbek tilining izohli lug'atlarida qashshoq o'ta kambag'al, faqirona degani deb ta'rif berilgan holda, bu atamani Oybek o'zining tanlangan asarlarida qizigan ekansan. Bu yerdagilar hammasi gadoydan non tilaydigan qashshoqlar degan gapda qashshoq degan so'zni hattoki gadoydan ham kambag'alroq odamni ta'riflash uchun ishlatganligi to'g'risidagi misol keltirilgan. Rus tilidagi bedniy degan so'zni Sovet davridagi ruscha o'zbekcha lug'atlar o'zbek tiliga kambag'al deb, nishi degan so'zni esa qashshoq deb
tarjima qilar edi. Lekin hozir internetdagi Google va Yandex tarjimon bu nishi degan ruscha so'zni o'zbek tiliga tilanchi deb tarjima qilyapti. O'zbekistonda esa yuqorida ta'kidlab o'tilganidek Jahon banki belgilagan aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad bo'yicha kambag'allik chegarasi 3,2 dollarga teng bo'lganligi uchun u 3-toifadagi mamlakatlar qatoriga kiradi. Demak, O'zbekistonda qashshoq degan tushunchaga to'g'ri keladigan fuqarolar mutlaqo yo'q deyishga ham asoslar bor. Biroq Mahmadona Sanjarxo'ja bunday bilimlarga ham mutlaqo ega emas. Shuning uchun ham agar Xidirnazar Alloqulov o'zining Jahongir Muhammadning kanalida e'lon qilingan Xidirnazar Alloqulov 2021-yilda Mirziyoyev nomzodiga aslo yo'l berib bo'lmaydi. Nega deb sarlavha qo'yilgan va Baxtiyor Karim bilan o'tkazilgan suhbatida O'zbekistondagi aholining 23-25 millioni mening hisob-kitoblarimga ko'ra qashshoq deb o'zbek xalqini aldagan va haqorat qilgan bo'lsa, Mahmadona Sanjarxo'ja bunday odamlar soni O'zbekistonda 5 million nafar xolos deb u ham xalqimizni aldagan va haqorat qilgan desak, bu fikr ham ayni haqiqat bo'ladi. Mahmadona Sanjarxo'ja o'zining boyliklarimiz kimning qo'lida degan video ko'rsatuvida O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining ko'rsatkichlarini arab mamlakatlarining hozirga kelib rangli inqiloblar tufayli eng kambag'allari bo'lib qolgan Iroq va Liviya respublikalari iqtisodiyotlarining ko'rsatkichlari bilan solishtirganligi uchun men O'zbekistonda davlatni boshqarishni o'zini oqlay olmayotgan respublika shaklini uni boshqarishning konstitutsion saltanat shakliga aylantirishni taklif qilayotgan shaxs sifatida O'zbekistonda hukm surayotgan davlatni boshqarishning respublika shaklidan uni boshqarishning saltanat shakli hukm surayotgan, masalan, jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot bo'yicha yashash darajasi 30 marta katta bo'lgan va bu sohadagi jahon reytingida 10-o'rinni egallab turgan Qatarga bag'ishlangan O'zbekiston saltanati partiyasini tuzishning faol tashabbuskorlaridan biri rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish yo'li bilan tayyorlagan 8,5 minutlik Qatar biz O'zbekistonda qurmoqchi bo'lgan boshqarishning monarxiya shakliga ega davlatlardan biri deb atalgan video filmni namoyish qilish bilan yakunlamoqchiman. Men Rustamjon Abdullayevman. Qatarga bag'ishlangan video filmni albatta ko'ringlar. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr. Salom do'stlar. Dunyo xaritasida Qatar degan davlat mavjudligi haqida sayyoramiz ahlining ayrim kishilari hatto tasavvurga ham ega emaslar. Lekin 2015-yilda aynan shu diyor Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan jahondagi eng boy mamlakat deb tan olingan. Bu yangilikdan so'ng ko'pchilik Qatar aynan qaysi nuqtada joylashganligi, bu qanday o'lka ekanligi, eng muhimi u yerdagi farovon hayot bilan qiziqib qoldi. Qatar dunyodagi u qadar ma'lum mashhur davlat emas. U aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad reytingida ustunlik qilishni esa deyarli hech kim bilmaydi. Qatarliklar arab davlatlari orasida neft savdosidan daromad oladigan aksariyat amirliklar aholisi ichida eng badavlat sanaladi. So'nggi 10 yil ichida bu mamlakatga bo'lgan qiziqish bir necha barobar oshdi. Ayniqsa, sayyohlik sohasiga qiziquvchilar soni kundan kunga ortib boryapti. Mamlakat haqida. Qatar Yaqin Sharq mintaqasida Fors ko'rfazi sohilida joylashgan. Saudiya Arabistoni bilan chegaradosh. Shuningdek, dengiz yo'llari orqali Qatar va Bahrayn oroli o'rtasida ham chegara o'tgan. Mamlakat maydoni 11,5 ming kvadrat kilometrni tashkil etadi. 2,200,000 aholiga ega. Qatar poytaxti Doha shahri. Davlat qurolli kuchlar soni 12,000 kishini tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda davlat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan harbiy sohada yaqin hamkorlik qilib keladi. AQShning 4 ta xorijiy harbiy markazlaridan biri
aynan Qatarda dislokatsiya qilingan. U murakkab iqlim sharoitlariga ega o'lka sanaladi. Jazirama yoz mavsumida havo harorati 50 darajadan ham oshib ketadi. Qatarning deyarli butun hududini u qadar boy bo'lmagan hayvonot va nabotot olamiga ega sahro egallagan. Tabiiyki, ichimlik suvi manbalari mavjud emas. Bu yerda dengiz suvini qayta ishlash natijasida ichimlik suvi olinadi. Qatar mutlaq monarxiya davlati hisoblanadi. Mamlakatni amir boshqaradi. Bu yerda har qanday partiya va kasaba uyushmalari faoliyati taqiqlangan. Qatar iqtisodiyoti asosini neft qazib olish va qayta ishlash, metallurgiya va kimyo sanoati tashkil etadi. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar deyarli mavjud emas. Bu holat Qatar qanday davlat bo'lishi noma'lum, lekin u yer aholisi uchun bu u qadar muhim emas. Chunki bugungi kunda Qatar farovonligiga ko'plar havas bilan qaraydigan dunyodagi eng boy davlatlardan biridir. Turmush darajasi. Qatar juda boy davlat. Mahalliy aholi ishsizlik va kambag'allik nima ekanligidan mutlaqo bexabar holda hayot kechiradi. Bu yerdagi aholi turmush tarzi darajasi dunyoda eng baland hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkichni aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ichki yalpi mahsulot miqdori yordamida aniqlash lozim. 2016-yilda bu raqam bir kishiga $112,000 tashkil etgan. Dunyodagi yana qaysi mamlakat bunday iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan maqtana oladi? Taqqoslash uchun hatto yuqori darajada rivojlangan Angliyada ham aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ichki yalpi mahsulot miqdori $43,000 ga zo'rg'a yetishini ma'lum qilamiz. Rossiyada bu raqam $21,000 ga teng. Qatarni ko'pincha kelajak javohiri deb ataydilar. Mamlakatdagi zamonaviy turmush darajasini bir qator muhim xususiyatlar bilan ta'riflash mumkin. Bu eng avvalo fuqarolar farovonligini yuqori ko'rsatkichidir. Qatarda ishsizlik deyarli mavjud emas. Tibbiy xizmat ko'rsatish va tahsil olish bepul. Davlat o'z fuqarolarining dunyodagi istagan oliy o'quv yurtida tahsil olishlarining sarf xarajatlarini ta'minlab beradi. Mamlakatda jinoyat darajasi nihoyatda past. Mahalliy aholining oylik maoshi chindan ham nihoyatda yuqori. O'rtacha hisobda $40,000 ni tashkil etadi. Lekin shu bilan birga Qatarda hayot kechirish ham arzon emas. Misol uchun, bu yerda kichik bir joy ijarasi uchun oyiga $3-4 ming to'lashga to'g'ri keladi. Kommunal to'lovlar oyiga taxminan $300 ni tashkil etadi. Oddiy bir kafe yoki restoranda tushlik qilish $50 turadi. Lekin Qatarda benzin juda arzon. 1 litri bor yo'g'i 40 sent. Mahalliy aholi bu imkoniyatdan to'liq foydalanadi. Mamlakatda yoqilg'i tejalmaydi. Har bir qatarlikning deyarli 3-4 ta shaxsiy avtomobili bor. Qatar poytaxti Doha shahri. Bu yerda mamlakat aholisining deyarli 90% yashaydi. Arab diyorining an'anaviy shaharlaridan biri bo'lgan Doha bir necha yillar davomida zamonaviylashtirilgan. Poytaxt ortida hayot bu qadar jo'shqin emas. Shu boisdan Qatar deganda asosan Doha tushuniladi. Shahar go'zallik borasida Birlashgan Arab Amirliklariga yetib olish harakatida ekanini bilish qiyin emas. Poytaxt muhtasham megapolis sifatida taassurot qoldirish uchun Dohaning tumanlaridan biriga osmono'par binolar bir-biriga nihoyatda yaqin qurilyapti. Ayni vaqtda Qatarda 2022-yilda o'tkaziladigan futbol chempionatiga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. 2010-yilda mamlakat bu sport bellashuvini o'tkazish huquqini qo'lga kiritgan. Dohada 12 ta futbol o'yingohi qurilyapti. Bugungi kunda bu davlat chindan ham hammaning og'zida. Bu bejiz emas. Zero Qatar Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan dunyodagi eng boy davlat deb e'lon qilingan. Boy tarix, o'ziga xos an'ana va urf-odatlar, islomiy qadriyatlar, yuqori darajada rivojlangan infratuzilma xorijiy mamlakatlarda sayyohlarni o'ziga jalb etadi. Bu sharq mamlakati dunyo hamjamiyati yetakchilarini ortda qoldirib, hayratlanarli ravishda jadal rivojlanyapti. Shuning uchun ko'pchilik u yerda yashashni orzu qilishi hech kimni hayron qoldirmaydi. Biroq oltin darvozalar ichida oddiy immigrantlarni yorug' kelajak kutmaydi. Chunki Qatar fuqaroligini olishga deyarli erishib bo'lmaydi. O'z sharhlaringizda Qatar haqidagi taassurotlaringizni yozib yuboring. U yerda yashashni istarmidingiz yoki sahro yuragidagi bu voha sizga to'g'ri kelmaydimi? Bu mamlakat borasidagi fikrlaringiz biz uchun qiziq. Ko'rsatuvni tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Tez orada ko'rishguncha sog' omon